Insultdan keyin eng ko'p uchraydigan xatolar. Birinchi o'rinda kech boshlashimiz. Agar bemorda reabilitatsion programmalar orqali qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, ertasi kuniyoq reabilitatsiya boshlasa juda maqsadga muvofiq. Sabab insultdan keyin tanamizni yarimi, qo'limizni bir qo'l yoki oyog'imiz ishlamay qolish juda ham ko'p holatda kuzatiladi. Bu holatda tanamizda muskul xotirasi bor. Muskul xotirasi 3 sutkagacha saqlangan bo'lishi mumkin. Agar biza muskulimizda xotirani susayishiga sababchi bo'ladigan bo'lsak, muskullarni qaytadan ishlashiga juda muhim ta'sir qiladi. Agar insult bo'ldi bemorda kuchli temperatura bezovta qilmasa, kuchli gallyutsinatsiya, ya'ni bemor o'zini savollarga javob berib, aktivni kontaktga kirishadigan bo'lsa, bunday bemor bilan o'sha kunni o'zidayoq reabilitatsiya boshlash tezroq vastanavleniyaga, tezroq xatti-harakat paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Yevropa protokollariga qaraydigan bo'lsak, bemorda bo'ladigan insultdan keyingi o'zgarishlarni tezroq bartaraf qilish uchun ular o'ta erta boshlaydi hamda ertachi aktivlashtiradi bemorni. Insultdan keyin bu holat o'zi o'tib ketadi, o'zi qayta tiklanadi degan fikr yuradi. Bu ham xatolardan biri. Bemorni agar biza ishlamaydigan qo'lini yoki tanani bir qismini harakatlantirmasak, u o'zi o'tmaydi. Unga определённый u bemorga mos keladigan reabilitatsion programma kerak. Mana shu programma asosida bemor yo'qotilgan funksiyalarni sekin-sekin ishlashini ta'minlashni talab qilinadi. Shu sababdan o'zi o'tib ketadi deyish o'ta katta xato. Insultdan keyingi tiklanishda birinchi 3 oy nega muhim? Sabab bu oyda mushaklar holi aktivligi saqlangan bo'ladi, mushak xotirasini yo'qotmagan bo'ladi. Hamda mushaklar atrofiyasiga uchramagan holatda bo'ladi. Shu sababdan mana shu 3 oyda biz intensiv, juda ham jadal ravishda reabilitatsion programmadan bemorni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Hamda bemor uchun определённый programma berib, o'sha ishlamay qolgan oyog'i, ishlamay qolgan qo'lni juda ko'p tezroq razrabotka yo'lga qo'yishga to'g'ri keladi. Shu sababdan agar aktivni ishlaydigan bo'lsak, eng kamida bemordagi qo'l hamda oyoqdagi harakatlar tiklanishi tezlashadi. Natijada bemor bu 3 oy davomida sekin-sekin o'zi yurishda boshlaydi. Qo'lidagi xatti-harakatlar paydo bo'lishda boshlaydi. Shu sababdan birinchi 3 oy o'ta muhim hisoblanadi. Mana shu 3 oy davomida biz reabilitatsiyani tezroq bemordagi aktivlikni oshirish talab qilinadi. Uy sharoitida noto'g'ri mashq qilish juda ko'p zararlarga sabab bo'ladi. Bunaqangi bemor meni qabulimga kelyapti. Bemorlarda noto'g'ri xatti-harakat hisobidan barmoqlar, qo'llar qotib qolish holatlari yuzaga kelib chiqadi. Eng asosiy, eng yomon xatolardan bittasi bemordagi qo'l chiqishi, ya'ni yelka bo'g'imdan chiqish kabi muammolarga duch kelyapti. Agar yelka bo'g'imi chiqadigan bo'lsa, qo'l harakatlanishi juda ham uzoq muddatga cho'ziladi. Shu sababdan bilar-bilmas o'z boshimchalik bilan hech qanaqangi mashq qildirmang, chunki sizda otangiz yoki onangizga alohida individualniy programma talab qilinadi. Keyingi xatolardan biri faqat massajga ishonish. Faqat uqalash yoki massaj bilan biza yo'qotilgan funksiyani, ya'ni ishlamaydigan qo'lni biza xatti-harakatni ta'minlay olmaymiz. Mana shu ham sizlarda bo'ladigan eng katta xatolardan biri. Massaj orqali biza xatti-harakatni tiklashga erishamiz degan xato fikr yuradi. Shu sababdan bu ham eng katta xatolardan bittasi. Insultdan keyin qo'l va oyoq nega qotib qoladi? Nega yuz beradi? Aynan mana shu holat. Sabab noto'g'ri xatti-harakat orqali yoki noto'g'ri reabilitatsiyani kech boshlashingiz mushaklarni atrofiyasiga sabab bo'ladi hamda bu sekin-sekinlik bilan muskullar kontrakturasi, ya'ni bo'g'imlar kontrakturasi, ya'ni qotishga sababchi bo'ladi. Shu sababdan mana shu agar bo'g'imlarda kontraktura yoki atrofiya mushaklarning ozishi paydo bo'ldimi, bizda insultdan keyin bu narsa tiklanish shansimiz juda ham, imkoniyatimiz juda ham susayib ketadi. Shu sababdan bizda yana qayta aytaman, erta reabilitatsiya va to'g'ri reabilitatsiya o'ta muhim. Insult holatda bemorlar gohida umuman qimirlamasdan qoladi, lekin ko'pchilik bu holatda noumid bo'ladi. Hamda faqat dori-darmonga ishonib qoladi. Faqat bu holatda dori-darmon sizga yordam bermaydi. Dori-darmon ma'lum muddat yordam beradi, lekin bundan tashqari har bir bo'g'im, har bitta tananing har bitta qismi orqali
alohida ham passiv ham aktiv harakatlar qilinishi kerak. Natijada agar bu xatti harakatlarni qilmaydigan bo'lsak, butun tana qotib qoladi, bemor bir umr nogiron bo'lib qoladi. Vaholanki bemor umuman qimirlamasdan yotib qoladigan bo'lsa, bemorda eng ko'p kuzatiladigan holatdan biri yotoq yorasi kabi jiddiy muammolarga sabab bo'ladi. Agar bemor umuman qimirlamasdan bir nuqtada yotib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Albatta bu holatda bemorga mos keladigan mashqlar to'plami aktivni hamda passivni движение xatti-harakatlar orqali bo'g'imlardagi, oyoqlardagi xatti-harakatlarni paydo qilinadi. Bu holatda ko'pchilik dori-darmonga ishonib qoladi. Dori-darmon vaqtinchalik ta'sir qiladi, lekin sizdagi xatti-harakatni yuzaga chiqarib bermaydi. Shu sababdan siz uchun har bitta bo'g'im, har bitta katta bo'g'im, kichik bo'g'imlarga o'zini alohida o'zini reabilitatsion programmasi talab qilinadi. Shu holatda biza qimirlamay qolgan bemorga ham biza harakatlarni uyg'ontirib, tezroq qayta tiklanishga yordam bersak bo'ladi. Albatta bu o'ziga mos keladigan reabilitatsion programma orqali. Yoshim katta yoki yoshi o'tgan onamni, otamni degan noto'g'ri fikr bilan noumid bo'lmang. Albatta bu bemorlarga ham mos keladigan reabilitatsion programma orqali yo'qotilgan funksiyani, ishlamaydigan oyog'imiz yoki oyoqni yoki qo'lni qayta tiklanishga erishsak bo'ladi. Insultdan keyin albatta tez yurishni boshlash kerak. Insultni birinchi yoki ikkinchi sutkadayoq eng asosiy yo'llardan biri tezroq yurib ketishni hamda tezroq ishlamaydigan oyoq hamda qo'lni harakatini tezroq tiklash uchun, tezroq yurish uchun bemorni birinchi o'rinda tiklantirish, ya'ni vertikalizatsiya deydi. Albatta bu vertikalizatsiya o'ta muhim. Bemorni biz qancha ko'p tik holatda ushlaydigan bo'lsak, miyaga определённый o'zini signali keladi hamda bemor tezroq tiklanishiga hamda tezroq yurishga bu turtki bo'ladi hamda sababchi bo'ladi. Noto'g'ri mashq hamda majburiy yuritish foyda o'rniga albatta zararga ham ishlashi mumkin. Bu holatda albatta bemor uchun individual programma talab qilinadi. Insultdan keyin tezroq tiklanishni xohlaydigan bo'lsangiz, albatta muntazam ravishda sabr bilan tartibma-tartib sizga mos keladigan programma orqali shug'ullanish talab qilinadi. Yana qiziqtirgan savollardan biri natijaga 100% chiqa olamizmi degan savol yo'ni. Albatta bu yana sizni sabringizga hamda muntazam sizga mos keladigan programma asosida shug'ullanadigan bo'lsangiz, ishlamaydigan qo'lingiz, ishlamaydigan oyog'ingiz, xatti-harakat albatta 100% ga yaqin tiklanish ehtimolligi bor. Faqat to'g'ri reabilitatsiya hamda sizga mos keladigan reabilitatsion programma orqali. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol 100% tiklanish mumkinmi? Albatta bu bemorning holatiga bog'liq, ya'ni bosh miya po'stloq qismini qanchalik zararlanganiga bog'liq. Ya'ni juda o'tkir hamda o'tkir osti kabi bosqichlari bor. Agar mana shunaqa bosqichlarda bo'ladigan bo'lsa, bemorni umumiy holatdan kelib chiqqan holatda xatti-harakat 70% dan 100% gacha qayta tiklanishingiz mumkin. Albatta insultdan keyin qayta tiklanishda faqat urg'uni apparatga bermay, apparatsiz ham hech qanaqangi texnikasiz ham oddiy mashqlar bilan agar to'g'ri reabilitatsion programma tuzadigan bo'lsak, albatta siz to'laqonli tiklanishingiz mumkin. Insult reabilitatsiyasi qancha vaqt davom etadi? Albatta bu bemorning umumiy holatidan, bemordagi kasallikni darajasiga qarab 6 oydan 1 yilgacha davom etadi. Insultdan keyin to'laqonli tiklanish uchun ma'lum bir vaqt davomida kerakli mashqlar orqali albatta sizni sabringiz bilan biza kerakli natijaga chiqamiz. Foydali ma'lumotlar uchun menga obuna bo'ling, kuzatishda davom eting.